Assalomu alaykum. Men G'oyipova Mahdil, Toshkent kimyo texnologiya instituti talabasi. Neft va gazni qayta ishlash kimyoviy texnologiyasi kafedrasi o'quvchisi. Menga berilgan mavzu uzluksiz ko'kslash jarayoni. Asosan bu yerga xomashyo bo'lib, mazut yoki gudron bo'ladi. Neftni yana ham ko'proq qayta ishlash maqsadida gudron hisoblanadi. Gudron xomashyoyimizni 14-nasos orqali reaktorga, bu asosan 3 ta vazifasi bor. Reaktor, bundan keyingisi siklon, tepa tomon siklon hisoblanadi. Undan tepasi skruber hisoblanadi. Reaktorga 600 yoki 700 gradusda termokreklingdan gudron bo'ladi. Bundan yuqori haroratda bo'lgani uchun gazlar va bug'lar to'g'ri chiqib, retifikasionik kolonnaga yo'naltiriladi. Retifikasionik kolonnada eng balanddan gaz, propan, butan, yog'li gazlarimiz havoli sovutgich va suvli sovutgich orqali separatorga boradi. Separatorimiz 3 fazali, 3 korpusdan iborat bo'ladi. Tepa tomondan gazlar chiqib ketadi. Past tomondan suv, o'rta qismdan benzin. Benzinimiz chiqib to'g'ri retifikasionik kolonnaga sug'arish orqali buni to'yintirish maqsadida benzin yana retifikasionik kolonnaga yo'naltiriladi. O'rta qismdan, retifikasionik kolonnaning o'rta qismidan chiqadi yengil gazoil. Gazoilimiz to'g'ri bug'li kolonnaga borib, bug'li kolonnadan 21-nasos orqali issiqlik almashinish qurilmasi va havoli sovutgich orqali gazoil chiqib ketadi. Yengil gazoil. Gazoilimizni yengil gazoil bug'lash kolonnasidan yana qaytatib jo'natiladi. Eng oxirgi past qismidan og'ir gazoilimiz chiqadi. Chiqqandan to'g'ri suvli sovutgich va havoli sovutgich orqali gazoil boradi. Gazoilimiz esa eng oxirdagi gazoilimiz to'g'ri bu reaktorni tepa tomoni skruberga sochib yuboriladi. Sochib yuborilgandan keyin sochish maqsadi og'ir og'ir fraksiyadagi gudrondan qolgan nimalarni sochib gazlarni chiqarib yuborishga, sifatli gazlarni olish uchun ishlatiladi. Bu yerdagi gudronni, og'ir fraksiyali gudronimizdagi pnevma transport orqali yana bitta reaktor, kichkinaroq reaktor, qoldiq gudronimiz bu yerdan to'g'ri pnevma transport orqali bular orqali to'g'ri bu ko'ks qizdirgichga jo'natiladi. Ko'ks qizdirgichini ham tepa tomoni siklondan iborat va pasti kolonna bo'ladi. Buni tepa tomonidan tutun gazlar chiqib ketadi. U past qismidan havo va bug' buni yondirish kamerasi orqali baland havo jo'natiladi mana bu yerda. Keyin buni bug' va harorat bergan hisobiga bu yerdan bosimda bug'da ko'ksda ajratib olinadi.